Undaqda bevosita boshlab kelsak, ustoz, bugungi suolimizni, temamizning mavzusi bo'lgan sinoq va jazo tushunchisini buni bir aytishdan ekan boshlasak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Müslümanın bu dünyaya gelişinde bir qançılgan gaylar var. Bu gaylarning birisi insanın bu dünyada sınırlıdığanlık. Yani bir qanday insan, yaxşı yolu mu, yaman yoldu mu, doğru yoldu mu, hata yoldu mu? Bu tarazı qançılak oturdu. Allah'ın körsüzü emel kılamdı degen bir sınak üçün kelgenlik hemmeylen gayı. Bu dünya hayatı hemmeylen bilgendek sınak meydan. Bu sınak meydanında her bir Müslüman, her bir insan netice kazanış için yaramlıq şekilde, ölçemlik şekilde sebep netice kanununa uygun halette hareket kılış lazım. Allah Teala insanların bu dünya sınak üçün kelgenliğini bayan kılıp liyabluvakum eyyukum ahsanu amela. Ayetinin başında halakal mevte vel hayata liyabluvakum eyyukum ahsanu amel. Biz sizler kaysanlı obdan iş kılısızlar, kaysanlı doğru iş kılısızlar, kaysanlı en ilgar iş kılısızlar. Bu ne? Sizlerge nek meydanı bildiriş şu asasda mukafat caza veriş için dünyaya yarattık diyor. Ama bu sınak ufkumu, musibet ufkumundan ya caza ufkumundan farklılık. Çıksan düşeniz farklılık. Bu sınak ufkumu kesik, İnsan bilan yaxshilik bilan sinilish mumkin yoki ko'ngli yoqmaydigan yomonlik bilan sinilish ehtimoli bor. Ikki tarafli ish. Va namluvakum bil xayri va sharri fitna oyat deganda. Yaxshilik bilanmi, ne'matlar bilan va ko'ngli yoqmaydigan o ishlar bilan sinaymiz. Xo'sh. Ham bu sinoq masalasi kelgan vaqtida inson salbiy taraflar bilan sinalganligini bilsa yoki buni bilishi oson. Salbiy taraf degani masalan bir inson orzu qilgan narsa erisholmaydi. Mesela bir üye olsun dedi vaktince üye girişemedi. Toy kılay dedi onun vaktince erişemedi degen qo'shib bu xil salbiy xarakterdagi bir sinoqni inson bilalisi u oson. Ha men ma'no bilan silinibdiman. Alloh taolo meni biraz yo'qsullik bilan ba'zi ishimdan oldin ma'maslik bilan mushna sinabdi deb bilish oson. Ammo ne'mat bilan sinalganligini bilish u tas. Alloh taolo bir odam bilgan yoki bir bölük adamlarga her türlü nimet bergen bolsa, bu nimetning sinoq uchun berilganligini bilinmaslik bu g'aflat. Sinoq uchun berilgan ne'matni his qilish bu tas. Xo'sh. Yo'qsullik, qiyinchilik tarafga qo'shib, ma'qul taraflar sinilishni bilish oson. Alloh meni sinov tutmish, sabr qilaman. Ammo ne'mat berib turib sinalganligini bilish ko'plagan insonlarga nisbatan tas. Hemen bu işin haklılık, layaqitim var, salahiyetim var deb bir narsani deyish mumkin. İnsan qarasak her türlü siniladi. Bazı insanlar kesel bilan siniladi. Bazı insanlar hukuk mansab bilan siniladi. Bazı insanlar kambag'al bo'lish bilan siniladi. Bazı insanlar boy bo'lish bilan siniladi. Bazı insanlar bilim ma'rifat bilan siniladi. Yani bir bölüklere boshqa sabab siniladi. Hatta dada bolasi bilan siniladi, bola ota-onasi bilan siniladi. Sinoqning turi maydoni, shaxsiy, ijtimoiy har taraflama kang modis kan. Bu sınaqlık. Hem caza yoki musibet. Yani caza karakterli musibet. Biz yukarıda onu sınaqlık dedik. Hem musibet yoki caza degenimiz onun farqılık. Caza qanday vaqt keldi olsa, gunoh ma'siyat tufaylidan. To'g'ri yo'ldan chetlash tufaylidan, aqidasida, qimmat qarashida, kimligida sog'lom turolmaslik sababidan, bo'linish, parchalanish, xainlik, sotqinlik, mas'uliyatsizlik, ongsizlik degan qo'shi bu bir kishilar nimaga olib bordi desa, jazoga olib bordi. Xo'sh. Jazo nereden keldi desa, gunoh ma'siyat, ongsizlik, mas'uliyatsizlik, xainlik, sotqinlik, haqiqatda, prinsipda aqida ching turolmaslik bu musibatninki yoki jazoninki hukmi. Qur'oni Karimda va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat deb. Sizlar bir musibat kelgan bo'lsa, umum shekil. Bir xapilik kelgan bo'lsa, jazo xarakterlik bir og'ir bir musibat kelgan bo'lsa, buning sababchisi o'zingizdir. Sababchisi sizlardir. O'zingizdan ko'ranglar buni. Yana oyat karimda in ahsantum li anfusikum. Agar sizlar yaxshi qilsanglar, buna mukofotga erishsizlar, yaxshilik erishsizlar. Agar xato ish qilsanglar, o'zingizning ziynidir. Hukm nayt aniq modis aniq. Xo'sh. Yaxshi qilsanglar mukofotiga, g'albisiga, hurligiga, izzat sharaf bersizlar. Agar xato ish qilsanglar, ya'ni gunoh ma'siyatdagi ishni qilsanglar, osiylik xarakterdagi, fosiqlik, kupurlik, shirik, sotqinlik degan bu ishni qilsanglar, o'zingizga ziyon yetkazisizlar. Ama bu noktada musibet meselesinde belki köplagan qarindoshlarning kallasi bir savol bo'lishi mumkin. Ommaviy musibet bilan shaxsiy musibetni qanday farqlantiramiz?
Ommaviy musibat deganimiz jamiyat xarakterlik musibat. Umumiy musibat. Umumiy musibat, millat xarakterlik musibat. Xo'sh. Bu ommaviy musibat degan bir jamiyatning hammasiga musibat kelgan bo'lsa, yoki bir millatning beshiga musibat kelgan bo'lsa, ommaviy xarakterda hammasiga bu jazo hisoblanadi. Aniqmi? Endi shaxsiy tarafdan kelgan bir musibat kelgan bo'lsa, bu sinoq bo'lishi mumkin, jazo bo'lishi mumkin shaxsiy xarakterda. Yoki ba'zi insonlar sinoq bo'ladi, yoki ba'zi insonlarga jazo bo'ladi. Ammo ommaviy xarakterda, umumiy xarakterda bir jamiyatning beshiga bir musibat kelgan bo'lsa, bir millatning beshiga musibat kelgan bo'lsa, buni sinoq deb o'tkazib mas'uliyatdan qutulish xato. Bu bir jazo. Çünkü bu jazodan qutulishdan chorasi nima? Bundan chiqish yo'li nima? Bu haqda izlanish muhim. Demak, bu hayot sinoq maydonidan iborat. Bu sinoq maydonidan o'tish uchun bu hayotning xarakterini tushunish lazım. Qanday hayot? Xo'sh. Buni davom bormi yo'qmi buni tushunish lazım. Bu hayotdagi sinoqqa, sinoq yo'lidagi qiyinchiliklarga, mushkullarga taqobil turish uchun nima lozimsa odamda ruhiy kuch lazım. Aqliy kuch bilan birlikda ruhiy kuch lazım. Belki aqliy kuchning oldin ruhiy kuch lazım. Ma'naviy kuch lazım. Buning uchun aqidada mustahkam turish, ibodatni joyida qilish, kimlikda mustahkam turish, sabrchan bo'lish, ish harakat qilish, ish harakat qilgan vaqtidami sabab natija qonuniga uyg'un holat ish harakat qilgan vaqt ening keyindan bu sinoqdan o'tgan bo'ldi.